Leksin Cordyceps kofe. Aynan ushbu kofe meni sevimli kofem. Bu kofeni qayta reyslarga qo'yaman, hamma ko'rasiz. Nima vazifani bajarib beradi aynan ushbu kofemiz. Birinchi o'rinda kun davomida energiya beradi. Charchab, holsiz yuribsizmi? Ertalab bitta ichib oling, shunaqangi zo'r energiya olasiz. Undan tashqari, antibiotikli kofe bo'lganligi uchun shamollashni har qanday turida ajoyib natija beradi. Gemoglobin ko'paytirib beradi. Yosh bolalardan boshlab kattalargacha, hattoki homilador ayollar ham bemalol aynan ushbu kofemizni iste'mol qilsa bo'ladi. Ta'mi ham juda ham ajoyib. Aynan ushbu kofemizni tabletkasi, sirupi, kasha ko'rinishidagilari ham mavjud. Kofesini har kuni bemalol iste'mol qilsak bo'ladi. 100 gradus suvga, 100 gram suvga, 100 gradusdan sal kamroq suvga damlaymiz buni. Damlaymiz. Mana bittasini bitta bokalga damlab iste'mol qilamiz. Aralashtiramiz. Chiroyli qilib mahsulotimizni. Bittasi bitta bokalga 80 gradus suvga iste'mol qilamiz. Bismillah. Ta'mi juda ham ajoyib. Barchangizga tavsiya qilamiz. Leksin Cordyceps kofe.